Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli obunachilari. Biz bugun sizlarga nefroptoz haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Agar siz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Nefroptoz buyrak tushishi, buyrak o'z tabiiy joylashish joyidan pastga tushishi, buyrakka ikki tomonlama bo'ladi. Sog'lom tanada buyrak quyidagilar yordamida ushlanadi: tomirli oyoqcha, mushak, qorin ichki bosimi va pozitsiyalar, yog' qavati. Sabablari: tana vazni keskin kamayishi, qorin press mushaklari kuchsizligi, travma, og'ir jismoniy zo'riqish. Birinchi bosqich: nafas olganda oldingi qorin devoridan paypaslanadi, nafas chiqarganda yo'qoladi. Normal tana tuzilishida buyrak paypaslanmaydi. Ikkinchi bosqich: vertikal holatda qobig'a ostidan chiqib turadi, gorizontal holatda yo'qoladi. Uchinchi bosqich: tanani istalgan holatda qobig'a ostiga chiqib turadi, kichik tusga tushishi mumkin. Belgilari: bel sohasida noxush sezgilar, ishtaha pasayishi, qabziyat yoki diareya, asabiylashish, ter tashlash, bosh aylanish. Diagnostika: anamnez yig'ish, ko'rik, palpatsiya, rentgenologik tekshiruv, ultratovush, angiografiya, urografiya. Davolash: konservativ usul, mashqlar bilan mushak tonusini oshirish, bemor ozg'in bo'lganda tana vaznini ko'paytirish, maxsus buyrak bandajini ishlatish, xirurgik usul ko'rsatib bo'lganda amalga oshiriladi. Nefropeksiya operatsiyasi: jarroh buyrakni fiziologik joyiga qo'yib fiksatsiya qiladi, a'zo fassial qavati mustahkamlanadi. Asoratlari: pyelonefrit, gidronefroz, sidik jam sistemasi sidik dimlanishi. Xavf guruhi: qattiq parhez, sportsmenlar, og'ir jismoniy mehnat bilan shug'ullanuvchilar. Profilaktika: jismoniy mashqlarni nazorat qilish, tana vaznini saqlash. Ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringiz bilan ulashishni unutmang. Salomatligingizni asrang.